Ular ko'lning u qetidagi yarasalıqlar turadigan yerga bordi. Hazreti Ayso kemidan tushishi bilanla jin chaplashgan bir odam go'r qilingan o'nkirlarning biridan chiqib, uning oldiga yugurdi. Bu odam o'nkirlarni makon tutgan bo'lib, hech kim uni hatto zanjir bilan mu bog'lab qo'ya olmadi. Bir necha qitim qo'llari zanjirlanib, puturg'i kishanlar selgan bo'lsa-mu, zanjirlarni uzib, kishanlarni chiqib edi. Hech kim uni bo'ysundira olmagan edi. Kech-kunduz mozorliq va dalolarda vaqrab, chaqrab yuradi. O'z-o'zini tosh bilan urib, yaralantiradi. U Hazreti Aysoni yiroqdan ko'rib, yugurgan peti uning oldiga berib, yerga bosh qo'ydi va qattiq vaqirab: "Ulug' Xudoning o'g'li Ayso, ishimga aralashma. Xudo oldida sendan o'tib so'raymanki, meni qiynama", dedi. Sababi Hazreti Ayso: "Ey jin, bu odamning tenidan chiq", deb buyurgan edi. Ondan Hazreti Ayso bu odamdan: "Isming nima?" deb so'radi. "Ismim Anılgan, çünkü sanımız köp", deb javob berdi. Bu odamni so'zlayotgan jin. Va Hazreti Aysodan o'zlarini u zamindan chiqarmaslikni talab qilib, ko'p o'tinib yolvirdi. Shu atrofdagi tog' bag'rida cho'ng bir to'p to'ng'iz podisi o'zilib yuradi. Jinlar Hazreti Aysoga: "Bizni mushu to'ng'iz podisiga haydavatgin, ularni ichiga kirib ketishga ijozat bergin", deb yolvirishdi. Hazreti Aysoning ijozati bilan jinlar chiqib, to'ng'izlarning teniga kirib ketdi. 2000 ga yaqin to'ng'iz patparoq bo'lib, yugurgan peti tikyodun tushib, ko'lga g'arq bo'ldi. To'ng'iz boquvchilar u yerdan qochib, shahar yezlarda bu xabarni taqatdi. Xaloyiqmi ahvolni ko'rgili chiqishdi. Ular Hazreti Aysoning yeniga kelganda, ilgari minglagan jinlarga asir bo'lgan yelqi odamning kiyimlarini kiyib, as-hoshi joyida holda o'tirganini ko'rib, qo'rqib ketishdi. Bu mo'jizani ko'rganlar jin chaplashgan odamning qutqizganligi va to'ng'izlarning oqibatini xaloyiqqa so'zlab berdi. Buning bilan xalq Hazreti Aysoning o'zining zamindan chiqib ketishini talab qildi. Hazreti Ayso kemiga chiqayotganda, ilgari jin chaplashgan yelqi odam uningga: "Menmi siz bilan birga ketay", deb yolvurdi. Lekin Hazreti Ayso uningga ruxsat qilmay, ruh tuqqanlaringning yeniga berib, ularga Rabbingning sana ne kadar cho'ng ishlarni qilib berganligini va qanchalik mehr shafqat ko'rsatganligini yetkizgin, dedi. Bu odam qaytib berib, Hazreti Aysoning o'zi qilib bergan cho'ng ishlarni 10 shahar rayonida taqitishga boshladi. Buni anglaganlarning hammasi hayron qolishdi. Hazreti Ayso kemi bilan ko'lning u qetiga qaytganida, nurg'un xaloyiq ko'l bo'yida yana uning yeniga yig'ildi. Bu chaqda ma'lum bir ibodatxonaning Yoyir ismli bir mas'uli keldi. U Hazreti Aysoni ko'rib, oyig'iga yiqilib: "Kichik qizim sakratga tushib qoldi. Berib uningga qo'lingizni tekkizib qo'ysangiz, u saqib umr ko'rsa", deb yolvurdi. Hazreti Ayso bu odam bilan birga bordi. Uning atrofi olishib olgan xaloyiqmi kaynidan egishib minishdi. Topning ichida xun tavrash kesli giribdor bo'lganiga 12 yil bo'lgan bir ayol bor edi. U nurg'un teviplarning qo'lida ko'p azob chekib, bor yo'qini sarf qilgan bo'lsa-mu, kesili yaxshilanmoq tugul, texmi eg'ilishib ketgan edi. Bu ayolmi Hazreti Ayso haqidagi gap so'zlarni anglagan edi. Shuning uchun xaloyiqning orasidan qisilib kelib, orqa tarafdan uning chopini silab qo'ydi. Chunki u ichida Hazreti Aysoning chopini tutsamla, cho'qim saqayib ketaman, deb o'ylagan edi. Xun shu an to'xtab, ayol o'zining kasal azobidan qutulganligini his qildi. Dal shu vaqtda Hazreti Ayso vujudidan qudratining chiqqanligini sezdi. U xaloyiqning ichida kayniga burilib, "Kiyimimni tutgan kim?" deb so'radi. Shogirdlari uningga: "O'p ko'ringizki, xaloyiqning qistab kelayotganini ko'rib turuqliq. Yana meni tutgan kim deb so'raysiz-ku", deyishdi. Biroq Hazreti Ayso o'zini tutgan kishini tepish uchun davomli atrofiga qaradi. O'zida nima ahvolning yuz berganligini sezgan ayolmi qo'rqinidan titirgan holda Hazreti Aysoning oldiga kelib, oyig'iga yiqildi va uningga haqiqiy ahvolni aytdi.
Hazreti İsa onunğa, kızım, şençin seni saqaytdı, tinç aman qayt, davamlıq, salamet bol, dedi. Hazreti İsa bu sözünü qılıvatqanda, ibadətxana məsulunun üyünün kişilər kelib, ibadətxana məsulü yayırğa, kızınız can üstü, əmdi ustazını avar qilishinin haciti yoxmikin, deyişdi. Hazreti İsa bu sözlərə qaramay, ibadətxana məsuluğa, qorxmağın, şençin bolsun, dedi. Şunun bilen Hazreti İsa, Petrus, Yakup ve Yakup'un inisi Yuhanna'nı ilip yolga çıktı. Ulardan başka hiç kimnin özü bilen billi bir şığa ruhsat kılmadı. Ular ibadetxana məsulunun üyü oldu kelgende Hazreti İsa qattiq dət pəryat götürgen kişiler topunu ködi. Hazreti İsa üyüge kirib ularga "Nemişqa dət pəryat götürüp yığlaysızlar? Balı ölmedi, uxlab qaptı" dedi. Biroq ular Hazreti İsa'ni məskır qilishdi. Hazreti İsa həmmeylerini taşqırı çıqırıb etkendan keyin balının ota-onasını ve birlik kelgan shogirdini ilib balı ba üyüge kirdi. U balının qo'lidan tortib uningga "Talita kumi" dedi. Bu so'zning ma'nosi "Qizim sana aytmanki, o'rningdan tur" deganlik edi. On 12 yoshli bu qiz shu on o'rnidan turib menishga boshladi. U yerdagilar bu ishga intayin hayron bo'lishdi. Hazreti İsa ularga bu ishni hech kimga tinmaslikni qattiq topildi va ularga qizning qo'sig'iga bir narsa berishni